palmalaringlarning narxi nega buncha qimmat? Bu videodan keyin sizlar umuman bu narxi qimmat deb o'ylamaysizlar. Ko'p joyda ko'rayotgan arzon palmalar mana bu turdagi palma hisoblanadi, ya'ni sire palma. Barglari 15 ta dona, bularning kачестволari juda ham zo'r. Haqiqiy bilan birga bir ishlangan. Buni ko'p videolarimda aytib o'tganman. Mana bu turdagi palmalarni men har doim klientlarim uchun tavsiya qilaman. Bu palmamizni 2 barobar ko'proq qilib ishlangan, ya'ni 30 ta palma qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 950 ming so'mdan chiqqan. Bo'yi 220, balangini. Bunimizni ham bo'yi 220, narxi 1 million 650 ming so'mdan chiqqan. Ko'pchilik klientlarimiz bizda bu palma bilan solishtirishadi. Nimaga qimmat deb tushunishmaydi. Uyga olib borishganida bo'lsa, mana bunaqa sire palma turgan bo'ladi. Uyingizga qo'yganingizda burchagingizni to'ldirib, to'la-to'kis yam-yashil palma turishini xohlasangiz, albatta mana bu palmadan zakaz berishingizni tavsiya qilaman. Agar yo'q, menga juda ham peshnisi kerak emas, narxlari ham yonbop, o'zi ham chiroyli, o'rtacha bo'lsin desangiz, mana bu palmamizdan tavsiya qilamiz. Bemalol bizani profilimizga yozib, buyurtma berishingiz mumkin. Viloyatlarga dostavkalarimiz Isuzu va taksi pochtalaridan. Toshkent shahriga bo'lsa, Yandex taksidan chiqazib beramiz.